juda ko'p narsalar paydo bo'lganiga ketsammikan, vaqti keldimikan degan fikr ham o'tadi. Qarang-da, bu narsani biz ba'zida masalan farosat degan narsalar borda. Farosat. Biz ichimizdagi bo'la olmaymiz. Juda ham qiyin. Nega? Yomon ko'rgan odamingizni qarshisiga kelganingizda kulib o'tishingiz bir manda emas. Agar men o'zim rejissyor bo'lganimda o'zimni kinoga olmasdim. Nima uchun? Kibr bor sanda deyishgan. Balki men aytolmayotgandirdim shu gapni. Ma'lum siz aytolmayotgandingiz. Yo'q, vayinlar vaqtinchalik bular. Aktyorlar, teatr, san'at, kino olami o'zini shunchaki vayinlarga o'z o'rnini bo'shatib berdimi shunda? Ham eng uyatli voqea men uchun shu bo'lgan. Davlatniki bo'lsa ham xiyonat qilmasdan men taqdirga ishonaman. Taqdir o'zgartirib bo'lmaydi. Tomoshabinlar sahnadagi holatni ko'radi, olqishlarni ko'radi, lekin hech kim sukunatni ko'rmaydi. Kechasi yolg'iz qolib, o'zi bilan o'zi gaplashgan insonni his qilmaymiz ba'zida. Ha, mashhurlik, tan olinish, olqishlanish bu yorug'lik, lekin yorug'lik ortida bir soya borligini ba'zan his qilmaymiz. Assalomu alaykum. Bu Turtki podkasti. Yaqin daqiqalar ichida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mehriddin Rahmatovning ijodiy faoliyati emas, balki ichki olamiga, kechinmalariga sayohat qilamiz. Suhbatni boshlashdan oldin eslatib o'taman, sizning bosgan har bitta laykingiz, qoldirgan izohingiz va bizga obuna bo'lishingiz Kun.uz ijodiy jamoasini yanada yaxshi yangiliklar tayyorlashga turtki bo'ladi. Assalomu alaykum Mehriddin aka, xush kelibsiz suhbatimizga. Hormat, charchamayapsiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. Degilar yaxshimi? Oxirgi marta qachon o'zingizni bir xotirjam his qildingiz? Allohimning ne'mati bilan Xudoyim nasib qildi. Go'zal bir go'shalarga borishga mana shu siz qo'ng'iroq qilganingizda o'sha yerda edim. 14 kun. Endi bu narsa hammaga haligi aytib maqiladigan narsa emas. Shu joyda yopaman. 14 kun, 15 kun juda miyam xotirjam dam oldi. Shunaqa. Nasib qilsin hammamizga. Shu oxirgi shu dam olganim yana nasib qilsin. Sahna ortida hozir shu yerda, uyingizda, ko'chada, jamiyatda, jamoada boshqa insonmisiz, aktyormasmisiz? Kimsiz? Endi Rumiyda gap bor-ku. O'zingday bo'l deydi-yu. Yo asling kabi ko'rin, yo ko'ringaning kabi bo'l. Bo'l. Mana shu narsa juda ham qiyin. Qiyin. Men ham shu narsadan qiynalaman. Men baribir siz ham, men ham umuman jamiyatda chegaralar bor-da. Chegaralar bor. Umuman hayotda, dunyoda gapirilishi kerak bo'lgan gaplar bor, gapirilishi kerak bo'lmagan gaplar bor. Bu degani qo'rqish emas, boshqa narsa emas, farosat degan narsalar bor-da. Farosat. Biz ichimizdagi bo'la olmaymiz. Juda ham qiyin. Nega? Nimasi qiyin? Qiyinligi shundaki, ichimizda ba'zida g'alayonlar bo'ladi. Biz u narsa shunaqa g'alayonlar bo'ladiki, o'sha g'alayonlarni biz olib chiqa olmaymiz. Agar u g'alayonlarni biz olib chiqadigan bo'lsak, taroziga qo'yganda boshqa bir nima deydi? Og'ir bir oqibatga olib kelishi mumkin, tushundingizmi? Mana masalan insonning o'zini ichida bo'ladigan g'alayonlar bor-ku. Xo'p. Isyonmi endi? Isyonlari bor. Har xil shuni hammasini olib chiqa olmaydi. Olib chiqadigan bo'lsa, boshqa tomonni uzib olishi mumkin va taroziga qo'yasiz. Shuni men ichimdagi shu narsani ushlab turganim ma'qulmikan
Nima uchun? Kelajak uchun. Kimdir Nima uchun. uchun? Kimdir uchun. Sizni shu qilayotgan ishingizdan yo bo'lmasam shu isyoningizdan begunoh kimdir zavol ko'rishi mumkinligini o'ylaydigan bo'lsangiz, siz to'xtaysiz. Shunaqa narsalar bilan. Endi bu men umumiy gapiryapman. Hamma o'ziga tegishlisini oladi. Umumiy tushuntiryapman. Aniq bir shu buni nimasi deydi, geometriyasi nimasi yo'q, Chegarasi. chizib qo'yilgan narsasi yo'q. Deylik, masalan, bir joyda haqiqatni aytishingiz kerak, lekin shu haqiqatni aytsangiz agar kimnidir hayoti parokanda bo'lib ketishi mumkin, bilasiz, masalan. Shunaqa odamlarda bo'ladi-ku, kimdadir. Shu haqiqatni aytmaysiz, siz ichingizdagini chiqazmaysiz o'rtaga. Chunki o'shani yutishga majbur bo'lasiz. Shunaqa omillarini aytyapman. Demak, siz bugun bizani suhbatimizda avaylab, qoliplab, tarroshlab, qog'ozga o'rab gaplashasizmi? Lekin men istagan bo'lardim bugun barchasini ochiq gaplashsak. Yo'q, barchasini ochiq gaplasha olmaymiz. Yo'qmi? Yo'q, chunki hech qachon ochiq gaplashilmaydi. Bu narsani to'g'ri tushuning. Chunki hamma narsani ochiq gaplasha olmaysiz. Sizni o'zingiz siringiz bor. Sizni o'zingiz nima deydi? Nima qilaman sizga yolg'on gapirib? Sizni o'zingiz bilan qoladigan nima deydi? Mayli, sirlarga tegmaymiz, tepada tursin. Narsalaringiz bor. Yo'q, sirlar har anaqa ma'noda aytyapman. Endi masalan nima deydi? Baholi qudrat, siz bilan chiroyli bir suhbat qilamiz. Samimiy suhbat bu. Shunda ham samimiy suhbatlashyapmiz. Aytdingiz-ku, Mehriddin Rahmatov nima qilaman sizni aldab? Hayotda haligi kimnidir rolini o'ynayaptimi degan ma'noda savol berdingiz-ku. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bitta Mehriddin Rahmatov emas. Hamma o'sha rolni o'ynaydi. Yomon ko'rgan odamingizni qarshisiga kelganingizda kulib o'tishingiz bir manda emas. Yaxshi ko'rgan odamingizga yillab seni yaxshi ko'raman deya olmay o'tayotgan inson bitta men emasmi? Hammamiz shunaqamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Shu uchun men aytmoqchimanki, o'sha hamma narsa o'zini nimasi bilan, me'yori bilan qilingan. Shu me'yori darajasida siz bilan samimiy suhbatlashamiz. Mehriddin Rahmatov bo'lishlariga baribir ko'proq onalarning hissasi bormikin yoki bu tajriba, yillar davomidagi yig'ilgan o'sha hayotiy urilishlar, qoqilishlar, qaysidir joyda siz balki hozir aytyapsiz-ku, hamma so'zni ochiq ayta olmayman deb. Ochiq gapirganingizda kaltak, dakka yegan joylaringiz bo'lgan bo'lsa, siz shakllandingizmi? Qanaqa bo'ldi? Menga onalar auditoriyasi uchun o'g'il farzand tarbiya qilayotganda onangizni timsollarim qiziq. Bizda nimaiki bo'lsa bu otamizdan, onamizdan. Bu narsani biz hech qachon rad eta olmaymiz. Rad etishga haqqimiz yo'q. Otang, onang bu Alloh bergan sani ne'mating. Ota-ona tanlamaydi. Biz o'zimizdan o'zimiz bu darajaga erishmaymiz. Chunki ularning o'rni birinchi o'rinda turadi. Shu Alloh taolo shu ota-onadan sizni bu dunyoga berdimi, buni o'zi katta davlat. O'sha ota-onani sizga ota-ona qilgan. Ne'mat. Hozir masalan qaysidir bir darajaga erishgan bo'lsam, juda katta mehnatlari singan deb o'ylayman. Otamni birinchi navbatda bergan halol luqmasi deb o'ylayman. Chunki meni otam oddiy shofyor bo'lib ishlaganlar. Paytlar kolxoz bo'lardi. Kolxozda 40 yil shofyorlik qilganlar. Otamni bitta xususiyatlari hech qachon haligi luqma masalasida nima qilmaganlar. Men shunaqa deb o'ylayman. Sababi bir bilasizmi, zavgar deydi o'sha SSR paytida. Shunaqa zavgar degani garajni zav haligi boshliq mana 40 ta shofyorga boshliq qilib qo'yishardi. Otamdan oldin kim bo'lgan bo'lsa, endi
uchastkalar qurdi, boshqalar narsa qildi. Otamni keyin qo'yishdi. Men bo'lmayman deb, oxir dadam bo'ldilar. Majbur qilishdi, qo'yishdi. Bir kun kechqurun onam bilan otamning suhbatini eshitganman-da men. Onam endi ayol kishi aytyaptilar, siz ham anaqa qiling dadasi, bir yo'lini qiling, buni nima qilish kerak, uyni bunaqa qilish kerak, bir ikki muammolarni aytyapti. Otam aytyaptilarki, qilolmayapman dedilar. 6 oy ishladilar. Bu yerda endi haligi bu boshliq bo'lgandan keyin masalan 40 ta shofyor bo'lsa, 40 ta shofyor deylik, bir kunda 2 so'm topsa, 1 so'mini bersa 40 so'm bo'ladimi? Shu 40 so'mini 20 so'mini tepaga berib, 20 so'mini olib qolishlari kerak. Shunaqa bo'lganda, ana nima deydi, porani bitta turi. Ishlolmadilar. Ola olmadilar pul va bera olmadilar. Va uyni ham qaytadan qurmadilar. Men dedilar, halol mehnatim bilan men shuni qildimmi? 4 ta bo'ldi. Boshqa narsani qilmayman dedilar. 6 oy ishlaganlaridan keyin bo'shatishdi. Chunki bo'shamasalar ulardan tepadagilar och qolar. Ular olmadilar chunki. Men har kuni kechqurun bu suhbatni eshitganman. Bir hikoya ham yozganman, halol luqma degan. Qarang, men hozir mana mehriddin bo'lib yurishim dadamni shu bergan luqmasidan deb o'ylayman. Davlatniki bo'lsa ham xiyonat qilmasdan, davlatni mulki-ku bu, yesa bo'ladi demasdan, yemaganliklari uchun va birovga yedirmaganliklari uchun men hozir mehriddin bo'lib o'tiribman. Bu ko'zga ko'rinmaydi, lekin men u suhbatlarni eshitib katta bo'lganman. Masalan, men hozir u narsani shu suhbatdan chiqqan odam otamni deylik, mayli boshqa narsalar bordir, mayda-chuyda boshqa hammasi yig'ilar, lekin o'sha uyga olib kelayotgan bitta noni bilan oyligiga olib kelganda uni. Tarvuzlar 3 ta 4 ta oxirida qolganda ham so'rab olib kelganlar. Mana masalan, tarvuz tashiydilar, 4 ta tarvuzni ular endi tarvuz tashiganlari uchun, bergani uchun o'sha tarvuzni yedirganlar, olib kelib so'rab surishdi. Olishdan oldin so'radi. Olishdan oldin. Uni u bizni ichimizga tushgan narsalar-ku. U bizni ichimizga tushgandan keyin, demak, men hozir menga Xudoyim beryaptimi? Ana o'sha luqmadan deb o'ylayman. Onam rahmatli soat 3 gacha men ijod qilardim, o'tirardilar-da, kravatni ustida duo qilib o'tirardilar. Men endi bilyapman bu narsani. Shu 1-2 kelardilar, eshikni ochib, "Uxlaysan bolam?" deb so'rardilar. Endi men haligi ijodga chanqoq, aktyor bo'laman deb endi 9-10, 11-sinflarda o'zimning xonam bo'lardi. Yo ona ozgina ishlay, she'r yodlay. Keyin borib o'tirardilar. Nimaga o'tirarlar derdim. Uxlamaydilarmi? Nimaga uxlamaydilar? Ertalab 5 da yana turishlari kerak-ku deb. 3 gacha o'tirardim men. 3 gacha o'tirganimdan keyin chiqsam, ovozlarni eshitardim. Duo qilib o'tirardilar. Ey Xudo derdilar. Biz bir kambag'al odam bo'lsak derdilar. Shu bolam, bilasizmi, hozir endi nima deydi, unaqa narsa yo'q-ku. Biz yashagan davrda artistni bolasi artist bo'ladi deyishardi. Aktyorni bolasida aktyor bo'ladi deyishardi. Ana bu yoqqa yaqinlashishi o'zi, tim bo'lib Navoiyni bir qishlog'idan bu yoqqa kelishi o'zi, masalan, ustoz san'atkorlarni hammamiz ko'ramiz, nima bu yoqqa kelishi o'zi bir anaqa bo'lganda, nima deydi? Orzuda. Bu yoqqa kelishi o'zi orzu bo'lganda. Endi bilanlar bu orzu amalga oshishini bitta tayanch Allohdan so'rardilar. Shu kravatda o'tir, kravatimiz hali ham bor. Shu temir kravatda o'tirib, duo qilib o'tirardilar onam. Bir eshitib qo'yganman, ey Xudo, bacham derdilar. Shu bacham aktyor bo'laman deyapti. Men imkoniyatim yo'q. Bizning imkoniyatimiz shu bo'lsin, shu aktyor.
shuni bir aktyor qilib qo'ygin derdilar. Bor Toshkentga borsin, aktyor bo'lsin, xalqi anaqasida taniqli bo'lib yursin deb duo qilib o'tiradilar. Chiqib eshitardim. Ona, hali o'tiribsizmi desa, chiqdingmi? Men kirib uxlardim. U paytda e'tibor bermaganman. Hozir esimga tushsa e'tibor beraman shu narsani. U paytda haligi yoshlik anaqasi, jo'shqinlik, ha ona nimaga uxlamayapsiz? Gaplarni eshitib, ha duo qilyapsiz deb o'tib ketardim. Ahamiyat bermagansizda. Ona soat 5 da uyg'onadilar-yu. Soat 3 da men uxlamaguncha uxlamaganlar-da. Men uxlamaguncha uxlamaganlar. Chunki o'zlariga ep bilmaganlar shuni. Men bolam uyg'oq o'tirsa, men uxlasam bo'lmaydi deb, men uxlagandan keyin 2 soat uxlab, yana 2 soatdan keyin turib, molni sog'ib, shirchoylarni tayyorlab, narsalarni qilib, soat 7 da 8 da bizni maktabga kuzatganlar onam. Mehriddin, kim Mehriddin? Mana mashularni bedor kechasi bilan halol luqmasini yeb shunaqa bo'lgan odamman-da men. O'zim shu uchun ham nima deydi, ota-onasini, biz otamiz, onamiz o'tib ketgan, haligi qanaqa vaziyatda bo'lsa ham ota-onasini haligi jerkisa yo anaqa bir qanaqadir nimanidir ko'rsam jahlim chiqadi. Hech qachon xafa qilmaganmisiz? Yo'q, bir marta xafa qilganman. Nima bo'lgandi? Haligacha bir marta xafa qilganman onamni. Bu meni bolaligimdan bo'lgan. Necha yosh edingiz? Bilasizmi, uyda janjal bo'lsa agar qizishib ketib qolaman-da men. Uyda janjal bo'lsa. Ya'ni fe'lingiz tez. Ha, fe'lim tez. Onam rahmatli bolaligimda oilada haligi men sariq bola bo'lib tug'ilganman-da o'zi. Yo'q-e? Ha, hozir masalan qora bo'lsam, u sap-sariq tug'ilganman-da, tug'ilgandim. Sariqlarni fe'li tez deyishadi-ku. Shunaqa haligi bizani Buxoroda hali jinni deydi. Jinnisi tez qo'ziydi deydi-ku. Haligi onam hazillashib bir gap aytganlar-da. Onam aytganlar, bitta shu xafa qilganimdan buni eslayman va masalan onam bo'lganlarida shu uchun uzr so'ragan bo'lardim deyman. Ona kechiring, shuni bekor gapirdim. Haligi uyda akam bilanmi, kim bilandir urushib qolsam, shu mana shu gapni gapirib yuboradigan odatim bir marta gapirganman. Onam hazillashib aytganlar menga. Endi oldin mana raddomda tuqqandan keyin bolalar hammasi bitta joyda qo'liga anaqa qilinganda, unda yopishtirib qo'yilganda. Yopishtirib qo'yilganda. Endi onam rahmatli aytayaptilarki, men deydi, borsam deydi, ikkita bola yonma-yon yotibdi deydi. Bittasi sap-sariq deydi, bittasi qora, o'shadan kelgan deydi. O'risam tuqqan deyaptilar-da. Raddomda. Birga anaqa tug'dik, o'risam tug'di meni yonimda. Bu narsa dedilar ismini. Onam janjal qilibdilar-da. Meni olib berganda onam aytganlarki, nima qilyapsizlar? Meni bolam bu emasmi? Bu sap-sariq-ku, buni bolasi emasmi deganlar-da. Shunaqa deganlar. Uni menga aytdilar. Shunchaki voqeani eslaganlar. Ha, voqeani eslab, kulishib, kulib aytib berganlar-da. Endi oradan bir ancha yillar o'tgandan keyin men u narsani eslab, bir narsa qilib yurganim yo'q. Bir kuni uyda akam bilanmi janjal chiqadi-ku, jahlim chiqib, "Ona" deganman. "Aniq meni almashtirgansiz" deganman-da. O'sha o'risni bolasini olib kelgansiz. Nimaga bularningiz mana unaqa qiladi menga deganman-da, endi men jahl ustida. Keyin 3 kun 4 kun o'tgandan keyin onam chaqirdilar-da. "Bolam" dedilar, "men seni almashtirganim yo'q" dedilar. Keyin men ketdim, o'qishga ham kirdim. O'qishdaligimda opalarimga Mehriddin shunaqa dedi-ya. "Almashtirdingiz" dedi. Lekin u meni o'g'lim. Ben almashtirganim yo'q bolamni deb gapiribdilar-da. Keyin bordim. "Bolam, men seni almashtirmaganman" deyaptilar. Og'ir botibdi-da oyizlarga. Yo'q, og'ir botgan ekanda. "Men seni almashtirmaganman bolam" dedi. "Yo'q, bo'ldi, esimdan chiqdi" desam, "Yo'q. Seni almashtirmaganman" dedi. To o't kunlaricha aytdilar shu gapni.
o'ylaganlarda hali Mehriddin buyog'i keyin mandan keyin onam meni almashtirgan degan fikrda yurarkanda degan shu darajada soddalikki hazillashdim ona jahlim chiqqanda gapiruvdim. Men seni almashtirmaganman. O'lishlaridan soppa-sog' paytlari ham o'sha 1 oy 2 oy oldin ko'rishganimizda onam shu gapni gapirganlar menga. Bolam o'shanda menga og'ir botuvdi-da. Qarang. Men seni almashtirmaganman-ku. Sen meni o'zimni o'g'limsan-ku deganlar. Qarang. Shu qilgan ishimni men o'zim uchun kechirmayman. Ming jahlim chiqqanda ham shu gapni gapirmasligim kerakmidi degan fikr bor. Ta'sir dedingiz-ku, men hozir qiziqyapman-da. Bolaligingizda sizni shunday bir so'z bo'lganki, ko'p ta'qib qilganda, bo'lganmi shunaqa so'z? Qaysidir bir so'zdan yuragingiz, dilingiz og'riganmi? Endi oyingizlarning hazillaridan tashqari. Balkim buni qarindoshlaringiz aytgandir, aka-ukalaringiz aytgandir, jamiyatdan eshitgandir, siz qo'ni-qo'shnidan eshitgandirsiz. Ta'qib masalan qanaqa bo'lishi mumkin? Ya'ni masalan men eshitardim o'sha kichkinaligimda menda ham bo'lgan shunaqa voqea, lo'lini nonini yegan deyishardi. Endi bu gapni qo'ya olmasam kerak. Shu narsadan ko'p qiynalardimda. Nimaga menga bunaqa munosabatda bo'lishadi derdim. Menga ko'proq bilasizmi, anaqa nimaday qarashlar yoqmasdi. Men kam gapirardim-da. Ha, jiddiy bo'lgansizda. Jiddiy bo'lgan. Bolaligimdanchi juda kam gapirardim-da. Meni ko'proq anaqa deb o'ylashardi. Garangroq emasmikin deb o'ylashardi. Ta'qib bo'lgan demak. Haligi garang yuradi. Ko'p kasal bo'lganman. Nimjonroq bo'lganman-da kichkinaligimda. Keyin o'zgarib ketganman-da. Ko'p kasal bo'lishim, garangroq yurishim yoqmasdi ko'pchilik. 4-sinfgacha shunaqa bo'lganman. 4-sinfdan keyin o'zgarib ketganman-da men. Hali kichkinaligimda ham sho'x, ham garangroq deydi. Mana nima deydi, bilmasdan ko'p ish qilib qo'yardim-da. Ha, anglamasdan. Anglamasdan bolalik anaqasi bilan bilaman, maktab paytida juda ko'p boshim yorilgan meni. Shuni bilaman. Va juda ko'pchilik boshini yorganimni bilaman. Har xil qiliqlarim bor edi. Ish qilib urishib ketdim mana shunaqa, lekin jim yurardim. Jim yurishimdan ko'pchilik nima bu jim yuradi? Odamlarga qo'shilmasdim men. Qo'shilmasdim. Bolalar bilan o'ynardim, qaytib o'zim bilan o'zim bo'lib ketardim. Balkim o'sha dunyoyingiz bo'lgan. o'zim dunyoyim bo'lganda, haligi nima deydi? Anu bolalikda ham nima deydi? Anu juda o'yin bilan o'tdi demayman-da. Haligi o'zim bilan o'zim bo'lib yurishlarim gapirishsa yoqmasdi men bilan. Nima sen o'zing bilan o'zing bo'lasan, garaymisan sen derdi. Demak, bu so'z ta'qib qilgan sizni qanchadir. Shu narsalar menga yoqmasdi. Qachon o'zingizni isbotlashga kirishdingiz va bu o'sha o'zingizni isbotlashga harakat bir ma'lum bir voqea sabab bo'lganmi, qaysidir bir voqea turtki bo'lganmi? Ya'ni Mehriddinligimni isbotlayman o'sha kichkinaligingizda ham. Orqasidan o'zi kichkinaligimda ana o'shanaqa narsani orqasidan bu nima bu jim yuradi, garangsib yuradi deyishni orqasidan men ko'p janjal qilardim-da. O'zimni isbotlashga harakat qilib qo'yib, kimnidir urib qo'yardim. Boshini yorib, mana shunaqa narsalar qilib qo'yardim, keyin jim bo'lib qolardim-da. Menga anaqa tegishmasin bo'ldi. Keyin bitta odatim bor, men bolalarimni biriktasida ham bor bu narsa. Meni agar mabodo qo'zg'atib qo'ysa, haligi nima deydi? Jinim haligi jini qo'zg'aydi deydi, jahli chiqadi. Asabingizga tegib qolsa. Ko'zimga hech narsa ko'rinmasligini hamma bilardi. Jim yurardi, baribir asabimga kimdir tegib qo'yardi-da, o'sha shu uchun ham onam tegmaylar derdilar. Onam rahmatli tegmaylar unga. Hozir bir narsani boshlamasin, tegmaylar dedilar. Shu uchun jim yurardim. Bitta haligi maktabdan qayerdadir bittasi asabim qo'zg'asa, haligi qo'limga tekkan narsa bilan urardim. Voy. Men qaytmasdim. Lekin keyin 4-sinfdan keyin sekin bosilishni boshlagan. Hozirgi Mehriddin Rahmatovni ichki olamlarda, yuraklarda o'sha bolalikdagi bolakay yashaydimi? Mehriddin Rahmatov tirikku. Bolakaylikchi. Ham yashaydi. U bolalikni siz ichingizda ushlaysiz, uni namoyon qila olmaysiz. Nega? Siz demak aktyor bo'lib yashayapsiz ekanda, Uni namoyon qilishingiz uchun nima deydi?
onangiz yoningizda bo'lishi kerak. Bu bir. Otangiz yoningizda bo'lishi kerak. U siz bilan yashaydigan narsa, u narsani deylik, masalan, bolam xato qilganda o'zim xatoyimni eslashim mumkin. U boshqa narsa. Bolam xato qilganda, men ham shu xatoni qilgandim-ku deyishim mumkin. Kechirasiz balki o'sha joyda u farzandingizni. O'sha, lekin u bolaligingiz bilan yashash amalga oshira olmaysizda baribir. Siz meni o'ta jiddiy deb o'ylar ekansiz, lekin judayam jiddiy emasman. Endi rollaringizda ham ko'rish. Rollarimda anaqadan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsak, lekin ozgina komediya ham o'ynab turish kerak ekan o'zi aslida. Ha. Qolipdan. Agar sal o'zgarib. rosa jiddiylarni o'ynayversangiz ham odamlar faqat jiddiy rolda ko'rgandan siz boshqa rol o'ynasangiz qabul qila olmay ham qolar ekan. To'g'ri. Shuning uchun sal bundoq rollar ham o'ynab turish kerak ekan. Atrofingizdagi insonlarda endi odamlar siz haqingizda qaysi bir noto'g'ri taassuroti bor, shu siz yuragingizni og'ritadigan. Bo'lganmi? Masalan, sizni o'zingizga kelib tet yuzma-yuz aytishganmi? Sen shunaqasan aslida deb bir dilingiz og'rigan voqealar bo'lganmi? Bo'lgan. Kibr bor sana deyishgan. Balki men aytolmayotgandirdim shu gapni. Ma'lum siz aytolmayotgandingiz. Endi kibr bor deyishganda ko'nglim og'rigan, sababi uni bilmay gapirishgan. Kibr deganda o'zi kibr Alloh taolo aytayapti, zarracha kibr bo'lsa jannatga kirmaydi deyapti. Bu kichkina so'z emas, juda ham katta so'z bu. Katta mas'uliyat. Juda ham katta so'z. Endi diniy ulamolarimiz gapirishadi, bu narsani ko'p narsani gapirishadi. Ozgina men ham o'zimni musulmon sifatida aytadigan bitta og'iz gapim. Men shunaqa deb o'ylayman. Kibr masalasida, birinchi kibr. O'zi kibr so'zi qayerdan paydo bo'ldi? Shayton bo'lishidan oldin olim edi-ku. To'g'rimi? Asosil dars bergan farishtalarga. Men endi bu tomondan aytaman-da, kibrni noto'g'ri ishlatishlarini aytaman. Falonchi kibrli ekan. Aytmaylar u gapni. Kibrli emas u. Uni sen bilmaysan kimligini. Bunaqa deyish shu uchun aytyapman, ko'nglim og'ridi. U farishtalarga dars berganda, endi o'sha kitoblarda o'qiganimiz bo'yicha, eshitganimiz bo'yicha, o'sha yerda kibr o'tyapti-da ko'nglidan. Shuncha farishtalar menga somiy turibdi. Bo'ynini egib turibdi, meni ustoz deb. Alloh bo'lmaganda bularni o'zim boshqarardim degan narsa, birinchi kibr Boshlangan. boshlanishida. Alloh taolo o'shandan keyin insonni yaratdi. U yog'i din tarixi ketadi. Insonni yaratdi-da aytayapti, u kibr qilmanglar. Oralaringda kibr qilayotganlar bor. Kibr qilmanglar. Kibr qilsanglar, men yaratgan mo'jizani sizlar yarata olmaysizlar deyapti-ku. Va o'sha insonni yaratyapti. Odamni yaratyapti. Ya'ni mo'jizani yaratyapti. Uni hech kim Alloh taolo yaratdi. Mo'jizani. Endi ana o'shandan boshlab o'sha kibr masalasida keyin hamma sajda qilsin deganda asosil aytadi. Men sajda qilmayman deydi. Ikkinchi kibr. Chunki bu sen yaratgan mo'jiza deydi, unaqadan loydan deydi. Men olovdanman deydi. Olovdan buni ham o'zi Alloh yaratgan. Lekin kibr. Men bir narsa o'qib yig'laganman, ko'zimga yosh kelgan, Rasulullohga vahiy kelib, payg'ambar bo'lib da'vat qilayotganlarida o kishini amakilari dushmanlik qilganda. Abu Lahab. Shunda Abu Lahabdan so'rashgan ekan. Sen nima jiyaningni payg'ambar ekanligini tan olmaysanmi? Bilmaysanmi? Desa, bilaman. Payg'ambar u. Lekin nimaga menga kelmadi shu narsa deganda? Ana kibr. Zarracha kibr bo'lsa jannatga kirmaydi deydi-ku. Endi o'sha men uzoqdan olib keldim sizga o'sha kibrli deyishdan oldin odamlar ehtiyot bo'lsin, birovni kibrli demanglar. Demanglar. Kibr so'zini ishlatishdan oldin kibr birinchi navbatda Xudoyimga kibr qilish mumkin inson. Ana o'sha kibr haqida gap ketyapti.
u bandasini orasida bo'lgan narsa bu qanaqadir boshqa so'z Tushunmovchilik bilan tushunmovchilik bo'lishi bo'lishi mumkin, mumkin. to'g'ri. Ha, falonchani kibri bor, o'shanda ko'nglim og'rigan demoqchiman. Kibrni bu yoqqa qo'shish kerak emas. Yana bitta tomonini aytaman. Masalan, bizning muqaddas kitobimiz Qur'on. Qur'onda oyat bor, insonlar va jinlar ibodat uchun yaratildi. Oyat bor. Allohdan oyat bor. Demak, biz o'sha ibodatni qilmasak, biz kibr qilayotgan bo'lamiz. Mana kibr qayerda? Kibr haqida biz gapirishdan oldin o'ylashimiz kerak. Mohiyati nima o'zi? Mohiyati nima o'zi? Birovni kibrli deyishdan oldin. Qayerdan bilasan u kechqurunlari bilan Xudoga nola qilib chiqar, balkim yig'lab chiqar. Qayerdan bilasan sen uni kibrli deyishga nima haqqing bor? Unaqa deyish kerak emas. Men shu uchun ham shu so'zni Xudoga shukr ishlatmaganman, ishlatmayman. Bandaga nisbatan u kibrli, kibr bor unda yo'q. Kibrni oldin nimaligini biz bilib olaylik. Mohiyatini tushunaylik, undan keyin birovga u narsani yopishtiraylik. Agar u kibrli bo'lmasa, biz kibrli bo'lib qolmaylik. Shu uchun shu gap meni Dilingizni og'ritgan. Dilimni og'ritgan, senda kibr bor deyishganda men o'ylaganmanki, hammamizni masalan o'zimiz bilamiz, gunohimiz bor, savobimiz bor. O'zimiz bilan ertaga o'zimiz javob beramiz. Lekin kibrlisan, ya'ni kibrli degani bu Xudoga isyon qilgan insonga aytiladi. O'sha gapni gapirilgani, o'ylamay gapirilganiga men xafa bo'lganman. Shu odamda haligi ozgina kibr borda, unaqa demanglar deyman. Qo'yinglar. U odamning kimligini Xudo biladi, o'zi biladi. Uni ichidan nima o'tayotganini sen bilmaysan, ichiga kirmagansan. O'sha o'zimda ham mana san'atkorlar haligi ba'zida ko'rishmay qolib, o'zim bilan ham xayoli bilan ketsa agar shu so'zni ishlatmayman-da. Ozgina yerdan oyog'i uzilibdi-da deb qo'yaman shu. Chunki biz insonmiz-ku. Insonmiz, yerdan oyog'i uzilibdi-da, mayli, kelib qolar o'ziga deyman. Haligi menga bitta qo'shiq yoqadi, ko'p qo'shiqlar yoqadi, shular orasida jumlasi bor-da. Haligi poyingda yotgan tosh balkim haykaling bo'lar deydi-ku. Qaysi qo'shiq bu? Botir qo'shig'ida bor edi, shunaqa joyi bor. Shoiri kim bilmayman. Poyingda yotgan tosh balkim haykaling bo'lar. Qarayman. Sen bilmaysan-ku, poyingda yotibdi. Uni tepkilama demoqchi-da. Poyingdagi toshni tepkilaydigan bo'lsang, ertaga u senga haykal bo'lishi mumkin. Bu haligi shunaqa ma'noda aytilganki, endi yoshlarga emas, umumiy men o'zimga ham bir aytadigan so'zim, yerni his qilib yashash kerak shu. Oyog'imiz uzilmasin yerdan. Endi inson xo'mraygani, inson jiddiy kirgani, inson o'ziga bundoq qarab yurishi bu xarakter bu. Bu boshqa narsa bu. Uni ichki dunyosi boshqa. Balki u bir kun oldin kechasi nimadir bir qaysidir dard bilan olishayotgan. Bo'lishi mumkin. Hissiyotlarini jilovlay olmayotgan bo'lishi mumkin. Nimadir voqea bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu masalada menga telefon qilishadi, yo'q bo'lmasam tanishlarim ham aytib qoladi-da, falonchi artist deydi. Va shu deydi, ana kuni deydi, bizni mana qanaqa qo'yaver dedim. Qo'yaver deyman. U yo'q, g'iybatini qilmaylik. Bir. Ikkinchidan, uni vaziyatini sen bilmaysan. Balkim nimadir bo'lgandir uni hayotida. Sen bir surishtirgin. Gaplashib ko'rgin. Imkoniyating bo'lmasa, o'zingga ortiqcha yukka olmagin. Degim keladi. Shunaqa bir vaziyat bo'lgan, shunaqa bir kun bo'lgan. Aktyorlikni tashlayman. Bo'ldi, hammasidan charchadim, tugadi degan bir kuningiz bo'lganmi? Har kuni bo'ladi u. Har kun ichida bor kurash shunaqa. Har kuni ichingizda u kurash bo'ladi. O'sha ishni boshlaganingizdan. Chunki sinov bo'ladi. Sinov oldida turasizda, qaytsammikin deysizda,
keyin yana o'zingiz urasiz, shu sinovdan o'tasiz. Keyin yana to'g'ri hammasi tizim bo'yicha joyiga tushib ketadi, lekin yana ertalab turib yo yana bir narsa, mana shunaqa bu kurashlardan iboratda odamni ichi shunaqa. Men o'zim bilaman-ku masalan, shunaqa bir vaziyatlar bo'ladiki, shu kasbni to'g'ri tanladimmikin degan ham fikrga borasiz-da. Nega? Deylik, mana kecha bir serialni syomkasida men qatnashyapman-da. O'zi kommentariy ko'p o'qimayman, ba'zida o'qigandachi odamlarni fikr doirasi shunchalik pastmi deyman, yo men bunaqa qilib ketdimmi? Hali film chiqqani yo'q-da. Hali u ekran yuzini ko'rgani yo'q serial. Uning voqeasi bor. Qaysidir joyi qo'yilgan. O'shanga nisbatan aytilayotgan gaplari eshitib, aytdim, men ham Xudo xolasa 50 ga kirdim. Endi u yerda shunaqa atmosferaga birinchi xotini aytdim-ku boya. Birinchi xotini onasi bilan kelishmagandan keyin uni ketganda, ikkinchi o'sha yosh qizga uylantirib, u bilan ajrashtirib yuboradi. Shu yosh qiz bilan sahnasi, shu aktrisa bilan o'ynaganimiz, odamlar haligi meni kasbimga nisbatan hurmatsiz kommentariyalarni o'qiganimda o'ylayman, bular yo o'tiradi shu yerda o'tirib yozib, shu nimani anaqa qilib, yo bo'lmasam men mana shu yoshda rol o'ynamasligim kerakmi degan fikr o'tadi-da, tushundingizmi? Bunaqa fikr hozir o'tayotgan bo'lsa, ertaga yana boshqacha bir fikr o'taveradi. Keyin nimadir yengib, baribir davom ettiraverasiz-da bu narsani. Chunki orzu qilgansiz-da, orzu qilgansiz. Keyin yana bitta narsa bor. Men kasbim orqali odamlarga yaxshilikni yetkazish niyatim. Boshqa kasbda bo'la olmayman. Men bu kasbimni tirikchilik manbai sifatida emas. Masalan-da, men bir umrlik orzuyim, lekin meni o'ylagan niyatlarimni u bilmaydi-ku. Og'ziga kelgan gapni yozishadi-ku, masalan, o'tirib olib. U boshqa narsalar va ba'zida yoshingiz kattalashgan sari ba'zi narsalar erish tuyulishi boshlaydi. Deysiz-a? Ha. Erish tuyulishi boshlaydi. Juda ko'p narsalarni men sahnalarni olib tashattiraman. Eng qaysar aktyorlardan bittasi menman deb o'ylayman. Rejissyorlar men bilan juda qiynaladi deb o'ylayman. Agar men o'zim rejissyor bo'lganimda, o'zimni kinoga olmasdim. Nima uchun? O'zim bilan ishlamasdim. Ha, bu xarakteringiz bilan. Ha. Chunki bilaman-da xarakterimni. Ani sahnaga to'g'ri kelmaydi, bu sahnaga to'g'ri kelmaydi. Men buni olib tashlash kerak. Men unaqa rejissyorga yoqmaydi-ku u narsa. Ishga aralashib qolmayapsizmi boshqa? Yo'q, aralashishga majbur bo'lasiz-da ba'zida. Chunki o'zingiz o'sha yerdasiz. O'sha yerda. Shu uchun ham hozirgi paytda mana u kichkina vayinchilar, anaqalar, juda ko'p narsalar paydo bo'lganiga ketsammikin, vaqti keldimikin degan fikr ham o'tadi. Chunki ketsam, lekin o'ynamoqchi bo'lgan narsalarim bor. Faqat endi vayindan iborat bo'lsa, yo nimadan iborat bo'lsa, yo boshqa narsalar olishdan iborat bo'ladigan bo'lsa, san'atning taqdiri nima bo'ladi? Bolalarim nima bo'ladi? Meni bolalarim nima ko'radi? Mayli, nimagadir aralashib qolayotgandirman. Men ham majbur bo'lyapman aralashib qolishga. Lekin bu muqaddas narsani ushlash uchun aralashishga majbur bo'lyapman-ku degan fikr bilan yana qaytasiz. Qaytaraman. Siz va siz kabi o'sha sohada qolganlar bor, ketganlar bor, hozir ham davom etayotganlar bor, tengdoshlaringiz. Bir mahorat maktabi paydo bo'ldi-da. Ya'ni bir shunday bir jarayon paydo bo'ldiki, siz endi ustoz darajasidagi bir vakil bo'la oldingiz. Lekin insonlar hozirgi yurtdoshlarimiz ko'p ham televizor ko'rishmaydi. Teatrga borish menimcha kamayib ketdi. Va bormi hozir 18-25 yoshli
avlod orasida bir sizni izdoshlaringiz, sizga o'xshashmoqchi bo'lgan endi qadam qo'yayotgan aktyorlar bor va biz ularni qayerdan ko'rib ajratib tanib olaylik? Faqat vayinlardan emas. Yo'q, vayinlar vaqtinchalik bular. Vaqtinchalikmi? Vaqtinchalik. Tugaydimi Chunki, shular? bular faqat orqasida pul yotibdi bularni. Pul uchun qilinayotgan narsalar bular. Bularni ham yaxshilari bor. Ibratlari Men bor. o'zim o'ynaydiganlarim bor. Endi keling, ularni ajratmayman. O'zim o'ynaydiganlarni yaxshi demoqchi emasman, lekin tanlab o'ynaydiganlarim bor. O'shalarni olayotgan mavzusi yoshlarga kerakli narsalarni beryapti-da, motivatsiya sifatida. Bularni ham masalan vaqti bor, xalq zerikadi, keyin boshqanaqiga o'tiladi. Zerikadi. Lekin bilasizmi? Hozir vayin bilan o'sayotgan yoshlar Xo'sh. aytsam kulib olasiz. Yigirma yildan keyin bilasizmi, keyin nima deydi bilasizmi? Nima deydi? Biz paytimizda zo'r vayinlar bo'lardi deydi. Bo'ldimi? Ana o'sha narsadan qaraydi. Aktyorlar, teatr, san'at, kino olami o'zini shunchaki vayinlarga o'z o'rnini bo'shatib berdimi shunda? Yo'q, u bo'shatib bermaydi. Bermaydimi? Bo'shatib bermaydi. Nimaga bo'shatib bermaydi? Chunki vaqtinchalik narsalar bor-da. Teatr 1914-yil tashkil etilgan. O'sha Behbudiy hazratlari, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Milliy teatr. Mana biz teatrimizga tamal tosh qo'yilgan. Mana 100 yildan oshgan Bir bo'lsa, asr desak, nimalar kelib ketayotganimiz kelib ketyapti, lekin teatr hali ham o'zini ijodini davom etyapti. Bir xil narsalar bor, pufaklar bor. xo'sh. Haligi bitta yonadi, o'chadi. Pufak. Bir xil narsalar bor, sekin u poyezdga o'xshab ketaveradi. Uni manzili shu yaxshilikka xizmat qilish, u faqat atrofdagilar ta'sirini o'tkazaveradi, lekin u relsdan chiqmaydi, u ketaveradi, xudo xolasa. Shogirdlaringiz Shuning uchun bormi? teatr shogirdlarim bor. Demak, tarbiyalayapmiz. Tarbiyalayapsiz. Xudo xolasa. Shu joylardan gapiring, biz xotirjam bo'laylik. Yo'q, tarbiyalayapmiz. Mana o'zimiz ustozlarimiz, masalan, ustozlarimiz Erkin akam, Yodgor aka, mana shu teatrimizdagi katta ustozlar tarbiyalayotgan shogirdlar bor. O'zimiz teatrimizga kelgan yaxshi yoshlarimiz bor. Siz qo'rqmang, hammasi yaxshi. Nazoratimizda deysiz-da. Nazoratimiz qo'l ostimizda deydi-yu. Haligi mana teatrimizda ham yaxshi yoshlarimiz bor. Yaxshi, xudo xolasa. Endi nima deydim? Son ko'paydi-da. Ha. Son ko'paydi. Sifat qochgan. Son ko'paygandan keyin sifat qochadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Mana masalan Hind kinolari zo'r kino edi-da bir paytlar masalan. Hind kinolari chiqazishi bir yilda masalan nechtadir kino chiqazardi, bitta yo ikkitasi zo'r bo'lardi. Shunga o'xshagan bizda masalan o'sha son ko'paydi. Chunki oliygohda o'qib chiqayotganlar juda ham ko'p. Kimdir og'irroq yo'lni tanlab shu bilan bo'lib ketyapti. Kimdir eplolmasa tashlab ketyapti. Yana kimdir mana shunaqa bo'lyapti. Endi saralab boraveradi demak. Yashab qolish qonuniyatida. Shunaqa. Kimdir Buni biz chekida bo'lsa, buni chegaralay olmaymiz. Bunga bir agar yaxshi ibratli bir narsalar qilib xalqqa bir foydasi tegayotgan bo'lsa, biz faqat qarsak chalamiz. Omadini bersin. Lekin xalqni, millatni bir nima deydi, izdan chiqazishga, shu millatga bir yot narsalarni ziyon yetkazadigan narsalar qiladigan bo'lsak, biz bularga qarshimiz. Mashhurlik sizdan nimani olib qo'ydi? Mashhurlik bilasizmi, nimani olib qo'ydi? Mashhurlik, men o'zim mashhur deb hisoblamayman. Men mashhur odam emasman. Taniqli bo'lishim mumkin. Kimdir taniydi, kimdir tanimaydi. Mashhurlik 18 yoshimda Toshkentga qarab ketdim. 18 yoshimda. 94-yil.
Ha? Onam rahmatli 2002-yil o'tdi. Ben 7 yil onamni xizmatini qilolmadim. Ben onamni xizmatini qilgan inson emasman. Nima qildim? Hech narsa qilganim yo'q. Men mana mashhur, taniqli inson bo'lish uchun shunaqa vaqtlarni mendan olib qo'ydi. Otamni xizmatini qilolmadim. Bilasizmi, institutdan keyin ba'zi insonlarni endi tushunyapman-da. Bilasizmi, sizda ham bo'lganmi? Institut tugatgandan keyin yo'q bo'lib qoladi qaysidir kursdoshingiz. Ha, bor. Yo'q bo'lib qoladi. Bor hozir ham. Meni eshitib o'tirgan meni qadrdonlarim bor. Yo'q bo'lib qolishadi. Iste'dodi bor, talanti bor. 4 yil o'qigandan keyin ota yolg'iz yo ona yolg'iz. Yo bo'lmasam ota-onasi aytadi, farzandim shu yerda yashagin, meni yonimda deganda shu ketgani bo'yicha san'atni tashlab ketganlar bor. Shularga havasim keladi bir tomonda. Chunki ular ota-onasini xizmatini qildi. Mashhurlik menga o'sha 7 yillik onamni yonida bo'lmaslikni, ya'ni o'sha vaqtlarni mendan olib qo'ydi Nargiz. Ularni endi men qaytara olmayman. Xudodan duo qilib so'rayman. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Balki aktyorlik qaysidir rolingizni bajarishda, balki uyda vazifangizni bajarishda, balki jamiyatda farzandlik, ota-onangiz oldidagi farzandlik vazifangiz, jamiyatda bir faollik vazifangizni bajarishda qanaqadir bir voqea bo'lgan, uyalgansiz, o'sha o'zingizda uyalish bo'lgan. Bir marta yomon uyalganman. Qilgan ishimdan unaqa voqealar yana bo'lgan va o'sha narsa menga dars bo'lib qolgan. 4-kursman. Nimaga ketganman? Endi o'zimiz Navoiyga, Qiziltepa Vang'osi deydi bizning shaharchani. Shu bir umr menga dars bo'lgan. Nimaga bordim? Oldin idora bo'lardi, rais o'tirardi, raislar idorada o'tirardi. O'sha yoqqa borganmanda ishim tushgan, nimadir olish kerak bo'lgan. Shuna kirsam, qorovul o'tiribdi. Va endi eski kiyim bo'ladi-ku, shunaqa kiyib olib, yonida choy, o'tiribdi bitta odam, tepakan. Assalomu alaykum dedim. Shunaqa haligi bilan ko'rishdim endi. Men aktyor bo'laman kelajakda. Toshkentga keldingiz va bir Toshkentlikman-ku. Yaxshimisiz dedim. Yaxshi, rahmat dedim. Hech narsa demadim, kirib ketdim. Rais eshigini taqillatyapman. Taq. Hech kim ochmadi. Taq. Hech kim ochmadi. Bundoq qarasam, bir ayol kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rais qani, ishim bor edi desam. Tashqarida bo'lsalar kerak edi. Yo'q, dedim. Bo'pti, yana qaytib, yuring dedim. Bundoq olib chiqdi-da. Shunda kravatdagi odamni ko'rsatdi. Manalar rais. Menimcha hayotimda ham dars, ham eng uyatli voqea men uchun shu bo'lgan. Shundoq keldimda uzr, siz rais ekansiz dedim. U odam o'tib ketdilar. Lekin menga dars berib ketdi shu odamni, shu qilgan ishi. Hech narsa degani yo'q odam. Mehriddinjon, sizni taniyman deyapti. Shunaqa qalbi sodda, shunaqa bir yerli odami. Kirma o'ylaganmanki, hozir kiraman, bu yerda qorovul o'tirgan, qorovulni yonidan o'tib ketaman-da, shunaqa fikrda endi Toshkentga kelganman. Kiraman, taqillataman, kiraman, kostyum-shimda kimdir meni kutib oladi va u bilan biz gaplashamiz deb o'ylagan joyimda kamtargina bo'lib deng. O'tirib, uzr so'raganmisiz? Uzr so'raganman, emas, bilmayman, uzr deb. U odamni mana shu nima qiz men uchun uyatli bo'lgan. Va bir umr insonni kiyimiga qarab emas, insonni kiyimiga qarab baho bermagin. Sen bandasan degan menga haligi nima bo'lgan. Rahmat shu so'zlaringiz uchun.
Shu so'zlaringiz uchun men o'zim shaxsan o'zim rahmatimni aytaman. Bu meni ichimdagi gap edi. Doim aytardim. Baraka topkurlar kiyimga qarab, uni mingan mashinasiga qarab emas, kasb lavozimiga qarab emas, yurakdagi insonga qarab gaplashinglar degan bo'lardim. Rahmat. Men bu so'zni hozir yakunda eshitganim uchun ham xursandman. Martin Eden degan asar bor. O'qigan bo'lsangiz. O'qimaganman. O'qing o'sha narsada. Martin Edenni Jack Londonning asari. Men buni hozir o'g'limga ham o'qitdim. To'g'ri, juda zo'r roman. Menga shogird tushgan odamga birinchi Martin Edenni o'qigin deyman. Martin Eden degan bu tarixda bo'lgan juda katta darajaga erishganda hech narsaga erishmaganligini tushunib yetadi. Endi uni kitobda yozilgan. O'qib olib bilarkan. O'qiganda oxirida o'sha Martin Edenning sahnasi bor, monologi bor. O'shanda tushunasiz. Bu hayotda biz nima deydi? Bu hayot faqat o'yin kulgi, shon shuhrat, pul, mansabdan iborat emasligini. Ozgina qalbingizni shunaqa nima qiladigan kitoblar bor. Agar 20 yoshli Mehriddin Rahmatov qarshingizda bo'lganda va unga bir so'z, ikki jumladir balki so'z aytish imkoni bo'lganda nima degan bo'lardingiz? 20 yoshli Mehriddinga meni maslahatim Nima? men taqdirga ishonaman. Taqdir o'zgartirib bo'lmaydi. Shu maslahatni bergan bo'lardim. Yasha. Rozisiz taqdiringizdan. Yasha. Chunki buni Xudo menga yozdi bu taqdirni. Buni men 20 yoshimda o'zgartiraman desam, men gunohkor bo'laman. 20 yoshimda ham xuddi shunday ketgan bo'lardim. Qoyil. O'shaning uchun o'rningizdasiz. Mehriddin aka, sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'ling. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun va o'ylaymanki, bu suhbat kimnidir qalbidagi qaysidir yashirin bir hislarni uyg'ota oldi. Haqiqatini yuzaga chiqara oldi. Chunki ba'zida biz ojizlikni, kuchsizlikni qo'rquv deb bilamizda, lekin qo'rquvni jilovlay olib, o'shandan bir shaxs bo'lib yetishish har kimga ham emas. Va bu yo'lda siz yetishtirayotgan shogirdlar va sizni borligingiz, ijodingiz barchasi xalqimiz uchun, shaxsan o'zim uchun ham, Kunuz muxlislari uchun ham Sog' bo'linglar. kerakli va biz sizdan yana ham chiroyli ijodlarni kutib qolamiz. Omon bo'ling. Taklif uchun rahmat. Kunuzni men kuzatib boraman. Sizlarda hayot bor. Rahmat. Sog' bo'linglar. Shu hayot davom etsin. O'zingizni asrang, omon bo'ling. Bu Turtki podkasti edi.